Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Kayran, Qo'shtegirmon, Qadimiy Angor, Madaniyat va Markaz mahallalari soliq inspektori Husniddin Poyonov ham samarali faoliyat yuritib kelayotgan mahalla soliq inspektorlaridan biridir. Mahallalarda soliq organlari faoliyati axborot tizimidagi baholash natijalariga ko'ra Husniddin Poyonov mahalladagi faoliyatining ilk kunidayoq yuqori natijalarni qo'lga kiritishga intilmoqda. Bu esa tabiiyki xodimdan katta mehnat va tajribani talab etadi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, o'ziga biriktirilgan hududdagi har bir soliq to'lovchiga proaktiv shaklda xizmat ko'rsatish, tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq 20 dan ortiq yo'nalishdagi ishlarni tashkil etish mahalla soliq inspektorining asosiy vazifalari etib belgilangan. Aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, tadbirkorlik subyektlari muammolarini o'rganib, yechimini topishda ko'maklashish, xufiyona iqtisodiyotning oldini olish, yangi ish o'rinlarini tashkil etish, noqonuniy faoliyatni legallashtirish va yangi soliq bazasi yaratilishida ishtirok etish kabi vazifalar shular jumlasidandir. Men 2019-yildan beri Angor tuman soliq inspeksiyasida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi mahallalarga biriktirilgan soliq inspektori shubasida 2 oydan beri faoliyat ko'rsatmoqdaman. Menga biriktirilgan mahallalar 5 ta bo'lib, ushbu mahallalarda soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan tadbirkorlar va jismoniy shaxslar bilan soliqlar o'z vaqtida to'lash bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda va to'lash choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari, faoliyatim davomida Qo'shtegirmon mahallasi bilan Markaz mahallasida tadbirkorlik faoliyati bilan qonuniy shug'ullanmasdan, ro'yxatdan o'tmasdan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlarni aniqlab, yakka tartibdagi tadbirkordan sifatida ro'yxatdan o'tkazib, faoliyatini qonuniylashtirib yo'lga qo'ydik. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha ishlarni to'g'ri tashkil qilganligim bois, hozirgi kunda KPI ko'rsatkichim 60-66 ball bilan viloyatda birinchi o'rinda turibman. Bu oyda oxirigacha 100 ball qilib, qo'mita raisimiz belgilagan rag'batlantirishlar olishga harakat qilyapman. E'tiborli jihati shundaki, Husniddin Poyonov tadbirkorlar bilan muntazam muloqot olib boradi. Har bir tadbirkorning faoliyatini o'rganib, soliq qonunchiligiga qay darajada rioya etilayotganligini tahlil qiladi. Kamchiliklar aniqlansa, shu zahoti uni bartaraf etish choralarini ko'radi. Zero soliq inspektorining mahalla yettiligi tarkibiga kiritilishidan ko'zlangan asosiy maqsad ham mahallaning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, hudud aholisini tadbirkorlikka keng jalb qilish hamda mavjud muammo va takliflarni o'rganib, ijobiy yechim topishga ko'maklashishdir. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.